Jirrakroq chiqdi kelinim, go'zal, ammo befarosatroq. 6 yilda 2 o'g'ilni tug'ib berdi o'sha qo'g'irchoq. Kirib kelsa eri ko'chadan. Menga qarang deb boshlaydi gap. Mammasini aytib, bolamni o'ng fe'lini qivoradi chap. Deydi, pampers degandim qani? Oshxonamdan oqyapti suv. Ishdan charchab kelgan eriga. Assalomu alaykum shu. Kuyinadi o'g'lim, bu xotin qanot emas, kishan ko'yerga. 9-imni 30 qilardi, dono bir qiz tushganda menga. Yomon emas topish tutishim, kasbim yaxshi, 2 joyda ish. Meni uy olay desam, xonimni hobbilari do'kon aylanish. Deyman, siqilmagan jon bolam, yoshda hali esi kirib qoladi. Shunday bo'lgan bilan ozoda kirnopoq qilib yuvadi. Dazmol bossa ko'ylaklaringga tikka turar tayoqdek bo'lib, illatini gapiravermay, xislatini ham quvangin ko'rib, bolalaring uyin chinniday, o'zi yaxshi ko'radi seni. Hamma uyda g'idi-bidi bor, ro'zg'orchilik ekanda endi. O'g'lim dedi, 4 kun bo'lgan yo'q. Olib keldim kursovni kukun, 10 ming so'mlik narsa tugayapti, oppoq qilib yuvgani qursin. Tejab tergab ishlatsa shuni uzoqroqqa yetadimi, a? Puling bormi, yo'qmi, ishi yo'q. Olib kelib bering deyapti yana. Har soatda qilib qo'ng'iroq so'raydi. Siz hozir qayerda? Azbaroyi bo'g'ilganimda deyman. Osha xolangnikida. Yana aytar muammo, tashvish, chiqim qilmagan kun o'larkan deyman. Oddiy quruvchiga emas, biznesmenga tegsang bo'larkan. Murosa qil, aldab yo'lga sol. Bir kun gaping ta'sir qiladi. O'zingni qing'ir qovurg'ang, to'g'rilaman desang sinadi. O'g'lim edi. Siz ham ayol-ku, yashardingiz yo'g'ni yo'riqlab derdingiz. Gap aytma otangga, o'zi ishdan keladi charchab. Uyda ne yo'q deb so'rasalar, aytardingiz hamma narsa bor. Muzlatkichni bo'shligini ko'rib qilib kelar edilar bozor. Hokim emas, ministr emas, oddiy ishchi edi odamsiz. Bino qo'yib uni bizlarga podshoh qilib ko'rsatardingiz. Ovqatingiz go'shtsiz bo'lsa ham ko'zlaringiz kulib turardi. Uyda tinchi bor uchun otam ko'chada bek bo'lib yurardi. Jonim bolam, bunday ayolga